Qadimgi shaman va yo'qolgan sirli shahar. Tong sahar cho'l ustidan asta yorug'lik taranji. Qum ostidan qadimiy xarobalar bosh ko'tardi. Go'yo yer o'z sirini yashira olmay qolgandek. Devorlarda noaniq ramzlar xira nur sochardi. Shu payt olov yonida bir shaman paydo bo'ldi. Uning liboslari vaqt bilan qaraygan, nigohi esa ming yillik bilimni yashirardi. U past ovozda duo qilar ekan, olov ustidan ko'rinmas kuch ko'tarila boshladi. Tungi o'rmon jim edi. Daraxtlar orasida xira chiroqlar suzib yurardi. Bu qadimgi ruhlar edi. Ular uyg'ongan, ammo g'azab bilan emas, ogohlantirish bilan kelgandi. Cho'l o'rtidagi ulkan tosh haykallar titrab, yorila boshladi. Ichidan qadimiy kuch osmonga ko'tarildi. Shaman tayog'ini baland ko'tardi va havoda nurli belgilar paydo bo'ldi. Yo'qolgan shahar manzaralari. Tuman ichidan zirhli soyalar chiqdi. Ular jim yurardi. Bu jangchilar shaharni emas, sirni qo'riqlardi. Yer ostida yashirin ibodatxona ochildi. Devorlar afsonalar bilan to'la edi. Har bir belgi o'tmishdan hikoya qilardi. Birdan qorong'u ruh paydo bo'ldi. Yorug'lik va soya bir-biriga qarshi turdi. Gang emas, muvozanat yuz berdi. Shaman qo'rquvni emas, tushunishni tanladi. Shu on yo'qolgan shahar butun ulug'vorligi bilan namoyon bo'ldi. Oltin rang nurlar, tirik tarix va so'ng yana sekin yo'qoldi. Oxirida shaman tuman ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shahar afsonaga aylandi. Ammo sir hanuz tirik.